Oyijon, Samsung ichib oling. Voy bolam, seni ham qiynab yubordimi? Adangga qo'ng'iroq qilgin. Dorilarimni olib kelmasalar bo'lmaydi, qon bosimim tushmayapti. Bo'ldi, xo'p bo'ladi, oyijon. Assalomu alaykum, Adajon. Alaykum, ha? Tinchlikmi? Adajon, oyim masalar bo'lmayapti. Vaqtingiz bormi dori olib kelib berishga? Yana kasalmi? Topganim oyingni dorisidan ortmayapti. Bundoq erkak bo'lib choyxonalarga ham qo'shila olmayapman. Yo'q dori. Ha, bolam. Nima dedilar? Oyi, adam hozir vaqtlari yo'q ekanda. Dorilarni olib kelib berar ekanlar. Men shunda tushib olay. Assalomu alaykum akam. Nima shu dorilarni berib yuboring. Bolam, dorilaring juda qimmat-ku. Boshqa puling yo'qmi? Amaki, bilaman yetmasligini. Oyim masalar bo'lmayapti-da. Xohlasangiz mana mashinalaringizni har kuni tozalab beraman. Iltimos bering. Hech qattiq tozalashing shart emas, bolam. Mana dorilarni olgindek, tez onangga olib borgin. Rahmat kattakon. Onang sog'ayib ketsa bo'ldi, bolam. Oyijon, yaxshimisiz? Yaxshiman, bolam. Meni qo'rqitib yubordingiz-ku. Qo'rqma, ancha yaxshi bo'lib qoldi. Assalomu alaykum, adasi. Ha, yana yotibsanmi? Yo'q, ancha yaxshiman, adasi. Rahmat, baraka toping. Boya dorilarni tashlab ketibsiz. Dori? Qanaqa dori? Ada, boya tashlab ketgan doringizni yetayaptilar. Ha. Dori? Ada, yuring. Ada, boya. Tushundim bolam. Katta bola bo'lib qolibsan. Rahmat senga. Yosh bo'lib turib ancha saboq berding. Sen bilan faxrlan.